do'stim, qadrdonim, jigarim, qiyomatligim deydigan oshna-og'aynilaringiz bo'lsa, boshingizga qanaqadir musibat tushganda, qanaqadir ish tushganda, Alloh sizni siylab, sizga sinov bergan paytda sizni tashlab ketishadi. Atrofingizda hech kimni ko'rmaysiz. Misol uchun kimdandir yordam so'rasangiz, yordam o'rniga sizga maslahat beradi. Voy o'rtoq, kecha so'ramabsan-da, o'tgan kuni so'ramabsan-da deb mazgini qotirishadi. Misol kimnidir unaqa qiyin paytda kimnidir sassiq maslahatiga hech kimni muhtojlik joyi yo'qda, hammani o'zini kallasi bor. Endi bilmayman, shunaqangi odamlar bor, men shunga tushunmayman-da. Yemoni qusmog'i ham bor. Men seni yoningda turganman. Yaxshi yomon kuningda yoningda bo'lganman. O'sha qiynalgan paytingda puldan yordam qilganman, borimni ayamaganman deb aytolmaysiz. Yuziga solgan bo'lib qolasiz, minnat qilgan bo'lib qolasiz-da. Lekin sizni qiyin paytingizda atrofingizda hech kim bo'lmasa, shunaqangi alam qiladi, ko'tingizgacha yonib ketasiz.